Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun mehmonimiz, studiyamiz mehmoni Hayitboy akam Sariosiyodan mana 10 soatdan beri yo'lda yurib, mana charchamasdan keldilar. Mana instrument olgani, rolni yigitini qilib beramiz. Chiroyli qilib. Akam arxiv inson ekanlar. 62-yil ekanlar. U Soyuz paytdan beri chalmagan klavishlar qolmagan ekan. Manual, Faimi, Farmanta, Vermoni pianisting, Yunus 21, elektronika, kvintet, Yunus. Akajon, siz arxivsiz, algina suhbatingizni olaman. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat. Obunachilarimizdan so'rashib qo'ying. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz obunachilar. Mana Sariosiyodan keldik. Xudo xolasa mana G'aforjonni bir qo'llarini olaylik deb, Xudo xolasa nasib mana klavishda ko'ryapmiz. Xudo xolasa yoqib qolsa, mana yoqdi. Olmoqchi bo'lib keldim. Endi bir savol beraman sizga. Xudo xolasa. Hayitboy aka. Hayitboy akam o'zi aslida o'sha 62-yil bo'lsangiz, hozir necha yoshni qarshiladingiz? Ha, 62 da. 62. Alloh taolo umringizga sizga baraka bersin. Yurmagan sostavlari qolmagan ekan o'sha paytda. Ko'p знаменитый заслуженный san'atkorlar bilan ko'p ishlagan ekansiz. Xudo xolasa o'sha institut paytida har o'sha davrdagi ustozlarni hammasini ko'rganmiz. Ko'rgansiz. Xudo xolasa. Hayitboy aka, qanaqa klavish, eng yoqqan klavish sizga o'sha paytda nima bo'lgan? Eng yoqqan sintezator. Endi u paytlar sovetskiymi yo nimami? Endi Yamahalar keyinroq chiqdi. Yamahalar. Mana bu yerda mana Yaponiya. Mana hozir tanishtirib o'tamiz, hurmatli obunachilarimiz. Mana hurmatli obunachilar, mana. Rolandlar turibdi mana. Mana Roland D50 mana. D50 mana bu yerda Roland D50 ni ko'ramiz. Mana algoritmlar ishlangan o'sha paytda. Ovozlarni mana juda yasash uchun mana algoritm mana ovozlar yasaganman bundan ham ovozlar mana. Xudo xolasa qo'yib boramiz. Mana algoritmlar Roland D50. Mana bu yerda kartalari bor. Bu instrumentlar juda paytida qadrli bo'lgan. Hozir ham nostalgiya instrumentlar. Mana bu yerda Yamaha DX7 elektron cholg'u asboblari. Juda bu instrumentlar bilasiz, aka, qanaqa bo'lgan. Orzu qilib chalardingiz-da bularni. Orzu qilarsiz, orzuga yetisha olmagan odamlar qancha odamlar chala olmagan bu instrumentlarni. Mana hozir mana. Mana DX20 bitta chalsam armonim yo'q deb hammasini mana olib keltirib qo'yganmiz. Mana muxlislar hammasiga mana Roland D20 ga bu instrumentlar mana juda qadrli men uchun. Algoritmlari bor mana bu yerda, mana algoritmlari bor. Keyin mana bu yerda Yamaha DX21. Mana bu ham nostalgiya instrumentlar mana. Juda svejiy sostoyani, svejiy mana. Bu instrumentlarning ovozlari juda qadrli bo'lgan biz uchun. Albatta, buni hozir qilib o'tirib oling. Qolib ketdi, asosiy mana royal qolib ketdi. Royal bilan skripka. Royal. To'g'ri akajon. O'tirib oling akajon. Bemalol o'tirib oling. Endi yana dalshi suhbat qilamiz. Hozirgi shu kechagi kunduzda qanaqa instrumentlar, bizning ijodlarimiz yoqyaptimi? YouTube kanallarimizni kuzatib borasiz. Qanaqa yangiliklar sizga yoqyapti? Endi mana sizda innovatsiya kuchaygan paytda sizni ijodingizda bizlar oldindan mana endi siz bizlardan yoshroq bilaman. Mana oldin ijod qilardingiz, qo'shiqchilik bo'yicha juda bir yaxshi ko'rardim-da sizda, qo'shiqlaringizni. Rahmat. Ana shuni bir yana ro'yobga chiqarish kerak. Ikkinchidan mana bu ijodingizni har doim YouTube'ga ko'raman men. YouTube'dan ko'rasiz. Har bitta narsangizni mana yangilik qilyapsiz. Mana ritmlarda, ovozlarda simpleylar yasayapsiz. Bu har kimni ham qo'lidan kelishi mumkin, lekin buni qabul qila olmaydi. Qo'ldan kelgancha men shu musiqachilarimizga mehnatlarimizni qadrlab, albatta mana sizda shogirdlaringiz ham juda ko'p. Ko'raman mana nechta instrumentlarni hozir beryapsiz. Albatta ular sizdan minnatdor.
rahmat Mana aka. biz ham minnatdormiz. Joningiz omon bo'lsin. Shunchalik mana kamtarona san'atimizni hurmat qilib, Rahmat. hurmat yuzasidan e'tibor uchun kamtarona xizmatlarimizni qadrlab kelayotgan musiqachilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Alloh taolo umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Xudo xolisa san'atimizga ozgina bo'lsa ham o'zimni yo'limni, o'zimni hissamni, yaxshi sifatlarimni qo'shayotgan bo'lsam, bag'oyatda xursandman. Okajon, siz ham mana salomat bo'ling mana. Qanaqa instrumentlar chalgan ekansiz? Mana esladik-a o'sha davrlarni. Endi endi u davrda instrumentlar hozirgi bilan solishtirsangiz, u davrda juda ham terlab turib, peshana teri bilan ishlab mehnat qiladigan instrumentlar bular. To'ppa-to'g'ri. Haqiqiy. Terlab turib. Mana o'zi o'sha paytda mana yalla guruhlari qanaqa instrumentlar ishlatishgan, qanaqa hozir esladik-a? Mugmi nima? Mug degan instrument. Amerikanskiy bo'lganmi? Amerikanskiy mug, одноголосный. Одноголосный. Bilaman eshitmayman. Nasiba opani eski zapchlar chalingan. Albatta, ana o'shalarda chalgan. Dan. Botir Zokirovga ham o'sha mugni munojot kuyi bor. Boshiga. O'shani chaladi, mugda chaladi o'shani. O'shani? Shunchalik Одноголосный bo'lgan. Одноголосный. Lekin ovozi analogik bo'lgan u instrument. Analogik sistemada ishlangan. Lekin hali ham, misol uchun mana hozir chalinsa, juda ham tiniq javob beradi hozirgi ham, misol uchun instrumentlar. Endi bir chekkadan sanaymiz. Mana misol uchun chalgan instrumentlaringiz Faemi, Farmanta, Manual, Yunus, Vermonipian Strings, elektronika, keyin yana Quintet, Faemi, Farmanta. Hamma klavishdan chalgan ekansiz. Hammasini ko'rganmiz, chalganmiz. Keyin oxiri shu Yaponiyaga qarab ketganmizda. Yaponiya, keyin mana DX7lar chiqdi. Roland D50. Shunday, ha. Yamaha DX7lar chiqdi. Yamaha DX7, Roland D50lar chiqdi. Roland D20lar chiqdi. Albatta. Keyin Yamaha DX21 Sherali Jo'rayevich ishlatgan bundan. Ustoz san'atkorlardan Sanjar akam Qoziyev, Sanjar akam chalardi bulardan. U bizga tomosha qilardi bilan chalganda. Sanjar Qoziyevdan taniysan? Sherigan klavishniklari bo'lgan Sanjar akam, ustoz san'atkorlardan Sanjar akam, Sarvar Qoziyevlar, keyin mana ko'p san'atkorlar ishlatishgan bu instrumentlardan. U paytda qimmat bo'ladi instrumentlar. Bitta uyi puli turardi. Albatta. Unchunchalik odam ola olmasdi ham, qurbi ham yetmasdi ham, yaqinlasha olmasdi ham unchuncha odam. Shunday. Hozir mana texnika rivojlanib, hozir har bir instrumentlarni hozir olib kirishga harakat qilamiz. Unga samplerlar mana tayyorlab, sifatli samplerlar bilan tayyorlab ichiga joylaymiz. Qancha instrumentlarni ichiga joylayapmiz. Musiqachilarimizga yetkazib beryapmiz mana. Mazza qilib tayyor shunda sampler zvuki tamburmi ichiga tiqib qo'yapmiz. Naymi ichiga tiqib qo'yapmiz. Surnaymi ichiga tiqib qo'yapmiz. Tayyor hamma notalari bilan. Tayyor doirani ichiga tiqib qo'yapmiz. Nimani tiqib qo'yapmiz? Hamma narsani tiqib qo'yapmiz. Faqat chalishsa bo'ldi. Oshib pishirib qo'yganmiz, faqat buni iste'mol qilib shunda yutib olish xolos bo'ldi aka. Chaynamasdan Ajoyib zamonlarga keldik mana. Texnika mana rivojlanib ketyapti. Odamlarning ovozida klaviatura chalyapti. Bu shunaqa paytga keldik hozir. Sizning ovozingizda mana klaviaturaga samplerni tiqib siz ovozingizni chalish mumkin misol uchun. Qani shunaqa zamonlarga keldik. Texnika rivojlanib ketdi aka. Maroqli suhbat uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Haydboy aka, siz ham omon bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda inshaalloh ko'rishguncha mana instrumentlarni ochib qilib beramiz sizga. Roland D8 yangi pachka ochib beramiz. Va sizga ijodiy barkamollik, ishlaringizga omad, Alloh taolo umringizga sizga baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'ling siz ham. Aka, xayrlashamiz endi. Omon bo'ling. Rahmat, salomat.